İşte qarab nem qilsam tamam tunchiqdim o'qiyapman. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining maxsus xabar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Aziz ko'rmanlar, hammanglarning xabar bo'lgandek, biz hozir sizlarga Yevropa Birligininki markazi bo'lgan o'xshash vaqtda Belgiyaning poytaxti bo'lgan Bryussel shahridan sizlarga xabar anlatib turyapmiz. Aziz ko'rmanlar, sizlarga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Hasana Xalqaro fondi jamiyati va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rtaq sohibxonligida 9 noyabr o'tkaziladigan 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbir nomli zo'r ko'lamli xalqaro muhokama yig'inining tayyorlik xizmati oxirgi bosqichga qadam qo'ydi va mazkur yig'inga taklif qilingan 300 nafarga yaqin chet ellik va Uyg'ur vakillar orqa-orqadan kelib Bryusselga to'planishga boshladi. Uyghur irqiy qirg'inchiligini qandoq qilib to'sib qilish masalasi asos muzokara temasi qilinadigan mazkur yig'in hozir qadar Uyg'ur masalasi haqida chet elda o'tkaziladigan ko'lami eng zo'r xalqaro ilmiy muhokama yig'ini bo'lib qolg'usi. Aziz ko'rmanlar, bu munosabat bilan biz yig'in boshlanishidan bir kun burun Bryusselga yetib kelgan bir qism aziz mehmonlarimizni ziyorat qildimiz. Tövendeki aziz mehmonimiz olsa Qurultay Qonun Komitetining mudiri Mehmet To'xta efendim bo'ldi. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, oldi bilan Bryusselga yetib kelganingiz uchun, bu minbar qatnashganingiz uchun siz ko'pdan ko'p rahmat aytamiz va xush kelibsiz, harmay, talmay kelibsiz. Kanadadan nayt uzoqdan safar qilib keldingiz. Xo'sh, Mehmet efendim, sizdan so'ragan savolim, Bryussel munbir yig'inidan nimalarni kutasiz? Bu qatamki xalqarалық munbar haqiqatan xalqarалық munbarga yarışqadek şekilde vekillerden teşkil taptı. Çünkü dünyanın her qaysi yerlerinden özünün kanuni ve siyasi cihetten ve tədqiqat cihetten közgü görüngen münevver mutaxassislar Şarkı Türkistan'da devam kılıvatkan Uyghur ırkı kırgınçılığını qanday qilib to'xtatamiz. Yoki Xitoy hozirgacha ishlab kelayotgan, sodir qilayotgan jinoyatni qanday qilib xalqaro qonuniy sahnalarda, xalqaro siyosiy sahnalarda buni texmi yuqori to'lqinga ko'tarib, Xitoy hukumatiga eng kuchli darajada besim paydo qila oladigan bir nuqtaga ulashtiramiz. Shuni asosli tema qilib muzokara qildi. Hem şuna bo'lganda bu yig'in shu jihatdan favqulodda muhim. Yana birisi Xitoyning 20-chi qatimliq qurultiyi oxirlashgani uzun bo'lmadi. Uning orqasidan bu xalqaro munbarning to'planishi favqulodda ahamiyatga ega. Chunki hammamiz bilgandek, Xitoyning yangidan 3-chi qatim tayinlangan mushtumzor diktator davlat raisi Xi Jinping şu Şarkı Türkistan'daki 2014 yıldan başlap özü tümür muştu bilen devam qilib kelgan Uyghur irqiy qirg'inchiligini nihoyatda muvaffaqiyatli siyoset deb maqtadi. Hem bu siyosetni izchil davomlashtiradiganligini ta'kidladi. Demak ki Şarkı Türkistanning vaziyatida bo'lib Xitoy hukumati Uyg'urlarni tamamen yo'q qilishni markaz qilgan shu irqiy qirg'inchilik siyosetida o'zgarish bo'lmaydi. Unda bo'lsa biz bu meseleni texmo qanday qilib dunyoning eng yuqori o'rinlarga apara olamiz va bu yerda harakat paydo qila olamiz. Xitoyni qanday qilib qonuniy va siyosiy jihatdan hisobga tortadigan shundoq o'ringa javobgar o'ringa o'ltag'izolaymiz. Mush masalalar muzokara qilingani uchun va bu masalalarni muzokara qilishdimi salohiyati va kasbiy jihatdan to'liq to'shqan mutaxassislar bir araya kelgani uchun bu xalqaro munbar favqulodda muhim. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Mehmet To'xta efendim. Siz yuqorida o'tganingizdek bu yerga ham strategiyalik kasbiy qonunshunoslar va xalqaro advokatlar va turli professor va doktorlar kelib qatnashdi. Buningki hamda strategiyalik nuqtadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun qanday foydalari va bu haqda qisqa to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, mundaqcha aytganda, bir qancha davlat ichida Xitoy qarta ilib borgan jazolash tadbirlari bilan ish qo'shmaydi. Xitoy hozirgacha bu jazolash tadbirlari yurgizilgan bo'lsa-mu, Xitoy yana jinoiy qilmishlarini davom qilyapti. Shunda bo'lganda Xitoyga nisbatan ig'ir bir bedel chiqarmay turib, Xitoy ig'ir bir bedel to'lashga majburlanmay turib,
demek ki bu hazırki yalmavuz kılmışıdan vazgeçmeydi. Onda bolsa bu forumda mening es qilishimcha yoki mening hozirgacha ko'rganlarimdan es qilishimcha qonuniy jihatdan masalan bir qancha dunyoning o'xshamagan davlatlarida shu Uyg'ur milliy qirg'inchiligi haqida qonuniy ba'zi jarayonlar, da'volar bo'lyotidi. Yana birisi Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashidami bu masalalar muzokara qilinyotidi. Hozir 50 davlat Xitoyning shu xalqimizga ilib borgan irqiy qirg'inchiligini muzokara qilish, mushaqqada ko'ngil bo'lish haqida o'rtaq iroda bayon qildi va bu haqida Birleşken Devletler Teşkilatı'dan kuchli bir talabda bo'lindi. Gerçi Xitoy har xil diplomatiyalik, yelinayran, siyosiy, iqtisodiy bisimlar bilan o'ziga yandash davlatlarni to'plab, buni to'sashga uringan bo'lsa-mu, bu to'lqin texnik kuchaydi. Anadan keyin xalqaro jinoyat sudlari va xalqaro adolat divoni va anadan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'ning munosabatli organlari va shu organlarda bu Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchiligi davomli kun tartib kelgan sari Xitoyning rasvolishi texmi ig'irlaydi. Xitoyning yuzi to'kiladi va bu jinoyatlar Xitoyning yuziga silinadi. Anadan keyin undan boshqa bu davlatlarda bu g'arb davlatlarining Xitoyga solgan jiq mablag'lari va pensiya fondlari va bu mablag'larning summasi 200-300 milliard dollardan halqiydi. Bu g'arb davlatlari solgan bu pensiya fondlarining Xitoydagi shirkatlarining ba'zilari Uyg'ur qirg'inchiligi bilan bevosita munosabatlik, mecburiyemge bilan munosabatlik va Uyg'urlarning haq-huquqlari qilingan depsendichilik bilan munosabatlik. Shunglashqa bu forumda yana shu qanday qilib g'arb davlatlarining Xitoyga solgan ommaviy fondi hamda shirkatning puli emas, xalqning puli pensiya fondi. Buni Xitoyga solgan pullarni qaytarib olishning chora-tadbirlari muzokara bo'ldi. Anadan keyin Xitoyning texniklik shirkatlari va bizning vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikda Xitoyning shu Dahua, Huawei, Hikvision, SenseTime, anadan keyin Alibaba, WeChat, Tencent degan shirkatlari shu Uyg'urlarning yuzini tonish, Uyg'urlarni Xitoyning har qanday yerida bularning yuz chiroy shaklarini tonish orqali saqchiga ma'lum qilib bularni tutish, anadan keyin bularning uchurlarini o'rtaq bir markazga to'plab, ya'ni yurishleştirilgan harakat platforma yoki subsi degan inglizcha iJob deb atalgan. Shu orqali Uyg'urlarni har xil jihatdan shu Xitoy ilib borgan irqiy qirg'inchilikka Xitoyga yantayoq bo'ladigan bu shirkatlarning soni yamanjiq. Bu shirkatlar birisi iqtisodiy qimmati jihatdan 300-400 milliard dollarlik shirkatlar. Yana birisi bu shirkatlar g'arb davlatlariga mal sotadi hozirgacha. G'arb davlatlari yetarlik jazo tadbirlari qo'llanmadi. Anadaki eng muhimi bu shirkatlarning g'arb davlatlaridagi paychak bozorlarida paylari ishlanayotidi va haqlar siti bo'lib boradi. Shu orqali Xitoy moliya jihatdan pul to'playotidi. Mushularni qanday qilib to'sash? Bularning hammani biz ishga oshira olsak, Xitoyga 1 trillion dollardan ortiq iqtisodiy ziyon sola olgan bo'lamiz. Ya'ni Xitoy bu bedelni to'lashga majbur qiladi. Shunlashqa bu qatimqi bizning shu xalqaro Uyg'ur munbiri mushundaq konkretni masalalarni muzokara qiladi deb qarayman. Men qurultay rahbarliklariga bu narsalarni konkretni o'tirib qo'ydim. Chunki mushundaq qilmay turib, konkretni bir mushundaq Xitoyning bevosita jon tomiriga berib taqiladigan hem Uyg'urlarning hozir Xitoy tarafidan yurgizishdan o'tayotgan irqiy qirg'inchilikka bevosita javobgarlik va shirkatlarning javobgarligini surishti qilmay bulardan hisob oladigan shundaq fursatlardan foydalanmay turib Xitoyni biz bunga qislanmaymiz. Xitoy bu bedelni to'lamay turib xalqimizga yurgizayotgan bu irqiy qirg'inchilikdan aldirab voz kechmaydi. Shunlashqa bu qatimqi munbarning muzokara temalari konkretni bo'ladi deb qarayman va bu masalalarni hal qilish haqida konkretni chora-tadbirlar o'tirib qo'yildi. Ve qurultay tartib tashkilotlarning va shundaqli dunyoning har yeridan kelgan siyosatchilar va boshqalarning kallasida shu Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaro qaysi muqim nuqtalarga markazlashibdi. Shu haqida men nimalarni qila olayman degandek belgilik aniq fikr bilan bu yig'indan ayrıldı. Shunlashqa bundan keyingi da'vorimizga va da'vorimizning taraqqiyotiga bu yig'in favqulodda ko'p hissa qo'shdi.
Sizge köpten köp rahmet Mehmet Toht efendim. Ahırsızda körürmenlerimizge deydigan köngül sözünüz barmı? Köplagan qarindoshlar Kanadaga yetkazilgan 10 ming musofirlar haqida savol so'raydi. Hozirgacha uchur keldi. Qarindoshlarga takrorlab qo'ydiganim, biroz tahrir qilsin, buni hukumat bu ishlarni qandaq amalga oshirish haqida konkret planlarga ishlayotdi. Plan sunudik parlamentga, mandaq shartga, mandaq odamlarni manchilik vaqtda manchi yilga bo'lib, ya bir yilga ekilman, buning chiqimlari manchilik deb bu konkretni ba'zi planlarni parlamentga sunudi. Shu sungandan keyin bu narsalar biroz aniq qiladi. Aniq bo'lgandan keyin bizning hukumatga moslashib, bu keladigan Uyg'urlar va boshqa qarindosh millatlardan qanday qadamlarni kelish haqida bizni tavsiya qiladigan fursatlarimiz shu vaqtda bo'ldi. Shu vaqt kelganda biz qarindoshlar bilan aloqa qilamiz. Hukumatning xizmatlariga biz yana yordamchi bo'lamiz. Angacha qarindoshlarning biroz tahrir qilib, sabr qilishini so'rayman. Sizge köpten köp rahmet. Aziz körürmenlerimiz, ziyaretimizni qabul qilayotgan aziz mehmonlarimizning ichidan hozir ziyaretimizni qabul qilmoqchi bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendim yenimda turibdi. Xo'sh, Dolqin Aysa efendim, hozir yangi yetib keldingiz bir yo'silga. Shunchaki charchagan holatimiz ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, bu qitim o'rinlashtirilgan xalqaroliq Uyg'ur munbirininki qandaq bir arx görünüşdə planlandı, muş haqda bir təfsili məlumat verib ötən bolsunuz. Rəhmət, bu qıtımki xalqara Uyğur munbirining ötküzüşümüzdeki asaslıq məqsəd onun arx görünüşü. Hazırgıca 2016 yıldan başlap Xitay hükümetinin Şərq Türkistan'da bir irqi qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət ötküzüvatqanlığı paketler bilen ispatlandı. Xitaylarning nurg'unlagan materialları aşkarlandı. Kamp şahitleri bu meselelerini xalqaraga aşkarıldı. Nurg'un tadqiqot materialları çıktı. Endi bunu dünya bildi. Bu haqda Avrupa Parlamentosu ve başka 9 tane milli parlamentler bunu irqi qırğınçılıq deb tanıdı. Ama bu tuniş bilen emas, bunun meselesi başka bir şekilde dünyanın gün tertibiga bulup mu hareket götürüş gerek. Devletlerini, hükümetlerini hareket götürüş gerek ve Xitayning yapıvatkan bu cinayeti cevapsız kalmaslık gerek. Onun için biz bu katım bir yerge Uygur irqi qırğınçılığını to'ntishga harakat qilgan har qaysi davlatlarning parlament a'zolarini mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni moddiy paketlar bilan, hujjatlar bilan, tadqiqot materiallari bilan dunyoga o'tirg'a atgan tadqiqotchilarni va o'zining sarguzashtlarini deyish orqali dunyoni moddiy paket bilan ta'minlagan kamp shohidlarini va shundaqla buni dunyoga anglitib kecha kunduz xizmat qilgan har qaysi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur faoliyatchilarini takip qilish orqali bu Xitoyning o'tkazayotgan bu jinoyatini qandaq bir shaklda xalqaroda so'roq tortalaymiz. Siyosiy jihatdan qandaq so'roq tortish mumkin, qonuniy jihatdan qandaq so'roq tortish mumkin va akademik boshqa jihatlardan qandaq so'roq tortish mumkin. Demak, amaliy harakatga o'tadigan bir vaqt keldi. Shuningga bu narsalarni qonunchilar bilan, mutaxassislar bilan, faoliyatchilar bilan siyasetçilerin oturup bir müzakere qilish zürriyet tug'ilganligi uchun, yani bir buruluş noktasiga kelganligimiz uchun bu xalqaro Uyg'ur munbirini etish zürriyet tug'ildi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Dolqin Aysa efendim, endi bu qitimqi o'tkazilgan va o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqaroliq Uyg'ur munbirininki buningdan keyingi Dünya Uyg'ur qurultiyininki da'vo yo'lidagi strategik yo'lida qanday o'zgarishlarga yo'l ochadi, bu vaqt qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Shu bu qatim yuqori deganimizdagidek siyosetchilar, qonunchilar, mutaxassislar, Uyg'ur aktivistlar bilan ham bilan o'tirib oldimizda ep berish tegishli nimalarni yaxshi qila oldik, nimalar qilinish kerak. Bunu biz mutaxassislardan anglaymiz, ularning ko'z qarashlarini tingshaymiz, muzokaralar olib boramiz, ayrı gruplar bo'yicha muzokaralar olib bordi, 3 guruhga bo'linib, eng oxirida chiqqan bir yakun bo'yicha buningdan keyingi o'zimizning faoliyatlarini shu chiqqan yakun bo'yicha, chiqqan xulosa bo'yicha olib boramiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Dolqin Aysa efendim. Ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Oxirsida buningdan keyingi hayotingizga va da'vo yo'lda ko'p muvaffaqiyat tilash bilan birga ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun sizga qaytadan rahmat aytaman. Rahmat. Sizga ko'p rahmat.
Xoş, əziz görürmənlər, hazır ziyaretimiz qəbul qılmaqçı olan yeni bir əziz mehmanımız olsa, Uyğur Hərəkət Təşkilatınınki müdiri Roşan Abbas xanım buldu. Xoş, Roşan Abbas xanım, harmay, talmay kəvağansız, manğan qədəmlərinizin gülünlügey. Sizdən sualım bolsa, aldığımızda ətidin başlap ötküzülməkçi olan, başlanmaqçı olan Xalqara Uyğur Munbiridən nimələrini kütüsüz? Bizninki işgaliyatda Şarkı Türkistan'da azap çekivatkan halkımızın bu aktif bir irqi qırğınçılıqqa uçravatkanıga yıllarca oldu. Bolup mu toplumu kampları 2014 yılı birinci qıtım kurulgandan tatip 8 yıl oldu. Resmi türde bütün dünya miqyasıda xalqara cemiyetlerinin aldıda milyonluğun halkımızın lagırlarga qamap anadaki milyonluğun halkımızı kul işçi kılıp işletip ayallarımızı her türlü anılık hak hukukunu elip taşlagandan başka hem intayın rahimsizlerce cinsi her türlü zulümlağa uçurtuvatı ballarınız evkit bardan muşa ahvallarının hemisi bu bir insaniyetki karşı cinayet hem bir irqi qırğınçılıqның aktif halda bir milletke qarta davam qilishi buni biz xalqaro jamiyatlarga anglitayotganimizga yillarcha bo'ldi. Endi bugun kelgan chog'da biz bir harakat kutimiz. Mushu xalqaroda Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotgan siyosiy yo'llar, tadqiqotchilar, her türlü her sohalardan inson haqlari deyotgan yoki ayollarning haq-huquqi deyotgan Hemme şu meyli kanuni taraflardan bolsun, meyli siyasi hukukumuz taraflardan bolsun, bu kişilerden biz hem de yıllarca biz anlattık işimiz gelgen işlerini. Hiç kim benim haberim yok diyemeydi. Hem de kandak kılıp bir hareketke ötüp Şarkı Türkistan'daki halkımızın ahvalını tüptün bir yaxşılaydıganга kandak bir stratejik kademlerini eliş lazım. Muşu temalarının tədqiq kılınıp bir cevap bilen, bir resmi bir hareketke ötüş, bir mekanizmi ve bir resmi bir plan, stratejiya bilen ahırlışını ümit kılma. Sizge köpten köp rahmet Roşan Abbas xanım. Körürmələrimizge deydiğen özünüzdünki köngül söz barmı? Diasporadaki Uygurlar bugünkü günde bizden başımızga kevatkan bu zulümden yanıla hiç kandak yeniklemeyivatkan, yeniklemeyle emas, teximo eğirleşip gitip bağını. Xitayning yeni bir türde hazır Covid'ni işiltip durup kesellik bilen karantinde bu türdeki bir irqi qırğınçılıqni davam qıvatqanlarga qarab, xuddi hiç bo'lmagandek bir xil ümitsizlik atkan buluş mümkün. Ama meningki xalqimizga deydiğinim biz hakikaten mu diasporadaki Uygurlar bütün aşı halkımızın ahuzları, beşiği kelgen azap okubetler, lager şahitlerimizin kahramanlıkları ve bütün davagerlerimizin, aktiflerimizin anam, dadam, uruq tuqqanlarım dep oturga çıkan halkımızın tirişçanlıkları, teşkilatlarınınki başlamçılık kılışları bilen bugünkü günge kelgende Xitayning bu ulug'vor Xitoy tushi berbat bo'ldi. Xitoy hukumati, Xitoy hokimiyati Xi Jinping bo'lsa bir diktator hokimiyatlar emas, irqiy qirg'inchilik elib berayotgan bir jinoyatkor, ya'ni bir jinoyatchi hokimiyat bo'lib tonildi. Shuning uchun mushularning hammasi garchi hech bo'lmaganda ko'ringani bilan mushu bizning o'sha yillardan beri bütün dünya miqyasida halkımızın hem taraftan bir-birisiga hemdemdi bulup elip beriyotgan kurashlarning natijasi. Shuning uchun yanıla hemmimizning şu jasorat, şu ishonch bilan biz cho'qim g'alaba qilamiz degan shu umid bilan harakatlarimizni davom qilishini umid qilaman. Chunki haqiqat igluda sunmaydi degan gap bor. Haqiqat bizning qo'limizda.
Xitoy hokimiyati bugungi kunga kelganda Allohga jang e'lon qilgan, haqiqatga jang e'lon qilgan, butun dunyodagi insoniyatga, insonlikqa jang e'lon qilgan mundaq bir hokimiyat cho'qim barbod bo'ladi. Biz cho'qim yengimiz oxirgi kelgan chog'da o'zimizningki erkin bir dignity deymiz, respect and dignity, humanity, şu insani qadr qimmatimiz bilan, erkinligimiz bilan yaşashqa bizmi haqliq, hem bu jangda biz cho'qim g'alaba qilamiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun. Bundan keyingi hayotingizga utuq va muvaffaqiyatlar bilan birga ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun qaytadan rahmat. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, yeni bir ziyoratimiz qabul qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Erkin Sidiq apandim bo'ldi. Xo'sh, Erkin Sidiq apandim, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Sizga ko'pdan rahmat bu fursatni yaratib berganingizga. Sizga rahmat. Meningki savolim bo'lsa, atidan boshlanadigan xalqaro Uyg'ur munbiridan munbiri yig'indan nimalarni kutasiz? Endi şu o'tgan yildan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi bir qismini muhim yig'inlarni o'rlashtirdi. Shuning ichida endi xalqaro mutaxassislarniki ideyasini hozirgi Uyg'ur qirg'inchilikqa qarta nimani o'ylaydiganligini ifodalaydigan so'rin shu deb o'ylayman men, eng yuqori saviyalik. Shunga mening eng ko'ngil bo'layotganim endi Uyg'urlarniki shu fojiasi bo'lgansi egilishib ketib bordi. Shunga shu xalqarodagi mutaxassislarniki og'zidan bir Uyg'ur masalasini, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishniki bir yaxshi ideyalar o'tirib tushib qolamdi ekan degan bir cho'ng orzuyim bor. Gerçi bu bir murakkab masala, 2 kunlik yig'inda butunlay hal qilinadigan narsa emas. Shundaq bo'lsa-mu, bir ishni orzu qilib keldim men. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rmanlarimizga deydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Bu albatta, endi men bu izchil o'zimniki doirasi ichida bu ba'zilarni deb kelyapman. Hozirga qadar Uyg'urlarniki beşik kelgan irqiy qirg'inchilik ozroq aslabmi qolmadi, to'xtashdan hech kim ko'ngil bo'lmaydi, eg'ilishib ketib bordi. Ashta bu boshqa bizning vazifamizni eg'irlashdi. Men bag'ansi ko'proq qarindoshlarimizniki mush da'vo sepiga kirib, o'ziniki bir kishilik rolini joriy qildirib, vatandagi zulmni bir kun bo'lsa-mu baldiroq oxirlashtirib, vatan ulkilib qolgan xalqni bir kun bo'lsa-mu shu ulkilib qolgan sonini azaytish. Mush jihatda chet eldagi har bir kishiniki bir azroqdan to'p qo'shishni orzu qilaman. Vatandagilar uchun chet eldagi Uyg'urlar ularniki nijot yulduzi hozir. Ashta qaraydi. Chet eldagi Uyg'urlar bizni qutqizadi deb o'ylaydi. Mush sohada chet eldagi Uyg'urlarni vatandagilarning kukkindek yo'lni tutishini umid qilaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Erkin Sidiq apandim. Sizga ko'p rahmat. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, endi ziyoratimizni qabul qilmoqchi bo'lgan yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, Qurultoy Tor televiziyasining va Uchur tashviqot markazining mudiri Baxtiyor Ömer apandim bo'ldi. Xo'sh, Baxtiyor Ömer apandim, Qurultoy Uchur tashviqot markazi bo'lish sifatinglar bilan ati boshlanadigan xalqaro Uyg'ur munbiri haqidagi planlaringlar nima buni? Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Biz bu Uyg'ur xalqaro Uyg'ur munbirini jamoatga texnik yaxshi to'ntirish uchun naq maydondan bermoqchi. Burunqi faoliyatlarimizga o'xshash. Yana biz 2 kun burun Bryusselga kelib tayyorlik xizmatlarimizni boshlagan. Hozir zalning ichida naq maydon taqtish aslahalari to'g'rilanib, biz buni Asana tashkiloti bilan, televizorisi bilan birlashib, buni naq maydondan tarqatmoqchi. Endi bu atiki programma bir necha bo'limga bo'lindi. Buningki birisi Yevropa parlamentida bo'ladi. Ya'ni bu Uyg'ur munbirininki Yevropa parlamentida ochilishi, ya'ni birinchi panel aşağıda bo'ldi. Bu yerda birinchi panel 2 bo'limga bo'lingan bo'lib, buningki ochilish nutqi ham panelninki birinchi qismi soat 9 dan 12 dan 15 kishi bo'lgan aralıqda Yevropa parlamentida o'tadi. Andan keyin tushlik tomoq bo'ldi. Biz bu faoliyatning hammasini naq maydondan beramiz. Andan keyin ikkinchi, ya'ni 3-bo'lim, ikkinchi panel bo'lsa, Crown mehmonxonasida bo'ldi. Bu soat 2:30da boshlandi. Bu yerda ikkinchi panel bo'ldi. Biz buni naq maydonda dal soat 2:30dan boshlab tarqatishga boshlaymiz. Andan keyin bu ikkinchi panel tugagandan keyin soat 16dan 16:30gacha qisqa bir dam olish, undan keyin 16:30dan 18gacha
5. bölüm, yani 3. panel bu jarayonda bo'ldi. Barliq televizor ko'rguvchilarniki atiki naq maydonni vaqtida ko'rishinglarni ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasiniki YouTube kanaliga a'zo bo'lishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat.